Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni yangi videorolikda ko'rib turganimni xursandman. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan birgalikda qanday qilib Steam akkauntimizda, ya'ni Steamda KSK akkauntimizga telefonda qanday qilib skin sotib olishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar bo'lsangiz biz videorolikdan boshlaymiz. Bu yerda telefonning oynasini chiqarib qo'yamiz. Shunda kuzatib olishingiz mumkin. Telefon hop, bu yerda birinchi o'rinda qiladigan ishimiz Steam telefonimizga Steam akkauntimizni ulagan bo'lishimiz kerak. Steam akkauntimizni ulagan bo'lgan bo'lsak, Steamga kirib olamiz. Steamga kirganimizdan so'ng pastdagi 3 ta nuqtalarda, 3 ta tugmachalardan 3 ta chiziqchani bosib turib, soобщество bo'limiga o'tamiz. Agar sizlarda inglizcha yozuvda boshqacha yozuvlarda bo'ladigan bo'lsa, mana shu rasm orqali farqlab olishingiz mumkin. Soобщество bo'limiga kiramiz. Bu yerda главное обсуждение va 3-qatordagi торговая площадкаga bosamiz. Agar boshqa tilda bo'lsa, albatta 3-siga bosasizlar. Va bu yerda shu oyna ochiladi. Agar sizlarda ko'pchilikda shunaqa oyna ochilib turgan bo'lsa, buning uchun yechimim bor va biz VPN ga kiramiz. Agar Wi-Fi da bo'lsanglar, ko'proq Wi-Fi da bo'lsa ishlamay qolishi mumkin, tochkada bo'lsa ham ishlamay qolishi mumkin internetda. Internet o'chiramiz va biz VPNimizni yoqamiz. Bu yerda VPNimiz menda ulangan, tayyor. Bu yerda chiqib turibdi VPN ulangan. Xo'p, endi yana boshqatdan Steamga kiraman. Birinchi VPN tozalab olib turib, Steamga boshqatdan kiraman. Yana o'sha boshda takrorlanganimizni takrorlab turib, торговая площадкаga o'tamiz. Va biz ozgina загрузка qilyapti VPN ishlatganimiz uchun va bu oyna ochildi. Endi bu yerda biz hisobimizda 0.17 sent ko'rsatyapti. Endi men buni to'ldirmoqchiman. Qanday qilib to'ldirishni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Albatta xohlagan kartalar bo'lsa, xohlang klik, xohlang paynet, xohlagan ilovamizga ulab turib to'lov qilamiz. Men hozir paynet orqali to'lov qilishni o'rgatib ketaman va Steam bu yerda Steamim bor. Steamda qidiramiz va bu yerda loginimizni kiritamiz. Loginimizni kiritganimizdan so'ng istalgan summani kiritamiz. Masalan, 1000 so'm, 2000 so'm, 3000 so'm. Men hozir yana 2000 so'mga to'ldirib qo'yaman. Shotimi 2000 so'mga skin sotib olsak bo'ladi bemalol. Ozgina zaryad qilyapti va bizda hisobimizga tushdi. Steamga kiramiz, boshiga o'tamiz. Boshqatdan bitta yangilanma oladi va yana xuddi o'sha торговая площадкаga kiramiz. торговая площадкаga o'tganimizdan so'ng yana birozgina zaryad qiladi. Va bizda hisobimizda 0.30 sent paydo bo'ldi. Endi qanday qilib qidirishga kiradigan bo'lsak, торговая площадкаga o'tganimizdan so'ng дополнительные настройки poiskiga kirib turib, Counter-Strike 2 ni tanlaymiz. Bizda mana shu oynamiz ochiladi. Qidirganimizdan so'ng KSK o'yinimiz tanlab olamiz. Tanlaganimizdan so'ng xohlagan vintovka, xohlagan snayperskiy vintovka barchasini sotib olaman. Menga asosan hozir pistoletlik kerakli uchun pistoletni tanladim va bu yerda summani ham o'zingizlar tanlasanglar bo'ladi. Qancha summagacha bo'lgan skinni belgilasanglar bo'ladi va nightni bosamiz. Va bizga mana bu skinlarni chiqarib beryapti. 2 talik, bittalik. Va bizga mana bu 2 talik pistoletimizga skinimiz yo'qligi uchun mana shuni sotib olsak bo'ladi. Men 0.04 sentga sotib olishim mumkin. Mana shuni sotib olaman. Joybeka. Shu skin menga yoqdi. Men shuni sotib olaman. Va bu yerda pastga tushib turib, mana bu yerda kurslarni ko'rsatadi. Zakazatga bosamiz. Va bu yerda biz barchasini qabul qilamiz. Qoidalarni qabul qilib turib, zakazatni bitta bosamiz. Va bu yerda pastroq tushamiz. Buni tasdiqlanyapti va bu orqaga bosib turib, uni торговая площадкаga bosib turib, zakazga bitirib ustida bosyapti. Barcha ma'lumotlarni yuklab beryapti va sizga shunaqa vaqtlarni ko'rsatadi. Подтвердitni bosamiz. Подтвердitni bosib turib, orqaga qaytamiz. Qaytib bizda pulimiz kamaydi. To'g'risi 0.130 sent bor edi va bizda sotib oldik skinimizni. Endi qayerdan ko'ramiz desanglar, albatta biz profilimizga kirib turib, inventariga kiramiz. Inventarimiz bu yerda KSK o'yin uchun ochib bo'ladi va Counter-Strike 2 ga kirganimizda mana bu skinimizni, bizning skinimizni sotib olgan hozirgi skinimizni shu yerda inventarimizni ko'rsak bo'ladi. O'yinga kirmasdan turib ko'rmoqchiman desanglar, shu yerda mana vaqtlarigacha chiqarib berilyapti. Agar sotmoqchi bo'lsanglar ham 6-dekabr sanalarigacha chiqarib beradi. Shunaqa qilib bemalol skinlarni sotib, hisobimizni to'ldirib, skin olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta laykni bosib, kommentariyga fikringizni yozib qoldirib keting. Keyingi foydali videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.